80% davlat to'laydi. Ayrim toifadagi o'quvchilar qo'shimcha ta'limga jalb qilinadi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Davlat umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida ayrim toifadagi o'quvchilar qo'shimcha ta'limga jalb qilinadi deb xabar bermoqda Adliya vazirligi. Unga ko'ra, hukumat qarori bilan davlat umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida ayrim toifadagi o'quvchilarni maktabdan tashqari ta'limga jalb qilish tartibi to'g'risidagi nizomda tasdiqlandi. Nizom davlat umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida ayrim toifadagi o'quvchilarni qo'shimcha ta'limga jalb qilish hamda o'qitish xarajatlarining 80% davlat budjetidan qoplab berish tartibi belgilandi. Ayrim toifadagi o'quvchilar kambag'al oilalar reyestridagi oilalarning umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida ta'lim olayotgan farzandlari hisoblanadi. O'quvchilar to'garaklarda ixtiyoriy asosan jalb etiladi. O'quvchilarning ota-onalari ham ta'lim tashkilotlari o'rtasida shartnomalar tuzish mygov.uz orqali amalga oshiriladi. Ta'lim tashkilotlari tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar bo'yicha bir nafar o'quvchiga har bir to'garak uchun bir oylik to'lov quyidagi miqdorlardan oshmaydi. 7-12 yoshdagi o'quvchilar uchun darsdan keyingi qo'shimcha ta'lim uzaytirilgan kun guruhlari uchun BXMning 1 baravaridan, 12-18 yoshdagi o'quvchilar uchun umumta'lim fanlari, 15-18 yoshdagi o'quvchilar uchun xorijiy til yo'nalishlaridagi to'garaklar uchun BXMning 2 baravaridan, 15-18 yoshdagi o'quvchilar uchun axborot texnologiyalari, kasb-hunar yo'nalishlari to'garaklari uchun BXMning 4 baravaridan to'garak to'lovlarning 80% davlat budjetidan, 20% o'quvchining ota-onasi tomonidan to'lanadi. Davlat rahbari ijtimoiy himoya sohasidagi ishlar natijadorligi va 2025-yil uchun vazifalar muhokamasi yuzasidan video selektor yig'ilishida kambag'al oila farzandlarini chet tili, kasb-hunarga o'rgatish uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratishni ham aytdi. Mutasaddilarga 1-martgacha to'garaklar ochib, kambag'al oiladagi 118 ming yoshlarni o'qitishni boshlash topshirilgan. To'garak xarajati 80% gacha budjetdan qoplanadi. O'zbekistonda yangi ish o'rinlari yaratish, aholi daromadlarini oshirish va ushbu orqali 2026-yil yakuniga qadar kambag'allikni kamida 2 baravarga qisqartirish rejalashtirilmoqda, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.